Andijon viloyati yurtimizning sanoat, tibbiyot va iqtisodiyot sohalarida yuksak rivojlanayotgan hududlaridan biridir. Hududning noyob iqtisodiy imkoniyatlari, kadrlar tayyorlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar va xalqaro standartlarga asoslangan ta'lim tizimi viloyatimizni bilimli va iste'dodli yoshlarning markaziga aylantirmoqda. Shunday innovatsion yondashuvlar va o'sish jarayonlarida Qo'qon universiteti Andijon filiali o'z hissasini qo'shishda davom etmoqda. Ushbu nodavlat oliy ta'lim muassasasi 2019-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17-avgustdagi 683-sonli qaroriga binoan tashkil etilib, o'z sohasida mamlakatimizda birinchi bo'ldi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan litsenziya cheksiz muddatga berilgani esa uning ishonchliligi va sifatliligiga yana bir dalildir. Universitet faoliyati davomida ko'plab bitiruvchilariga davlat namunasidagi diplomlarni taqdim etishga ulgurdi. 2023-yilda esa Andijonda filiali tashkil etilib, yoshlarni oliy ta'lim bilan ta'minlash yo'lida yangi imkoniyatlar yaratdi. Universitetning asosiy afzalliklari: bugungi kunda talabalar soni jami 6621 nafar. Shundan 3318 nafari kunduzgi ta'limda, 2574 nafari sirtqi ta'limda, 729 nafari masofaviy ta'limda tahsil olmoqda. Masofaviy ta'limda talabalar darslarga internet orqali istalgan joydan qatnashib, ish faoliyatini davom ettirgan holda ta'lim oladilar. O'quv materiallari, video darslar va topshiriqlar maxsus onlayn tizimlar orqali yetkaziladi. Universitetimizda ta'lim 14 ta bakalavriat yo'nalishida olib boriladi. Jumladan boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim, tarix, filologiya va tillarni o'qitish, ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, psixologiya, iqtisodiyot, moliya va moliyaviy texnologiyalar, kompyuter injineringi, stomatologiya, davolash ishi, pediatriya ishi va farmatsiya kabi eng talab yuqori sohalar bo'yicha o'qitish jarayoniga 291 nafar malakali professor o'qituvchi jalb qilingan. Ilmiy salohiyat ko'rsatkichi esa 34,1% ni tashkil etadi. Universitetning Andijon shahridagi birinchi asosiy o'quv binosi 4200 o'rinli sig'imga ega bo'lib, unda 35000 kitob fondiga ega zamonaviy axborot kutubxona markazi, 110 nafar qamrovga ega test markazi va axborot texnologiyalari xonalari, simulятsion markaz, zamonaviy ma'ruza va amaliyot xonalari, 500 o'rin sig'imiga ega faollar zali hamda 500 o'rinli oshxona mavjud. Amaliyot bazalari va infratuzilma imkoniyatlari. Universitet talabalarga nafaqat bilim berish, balki zamonaviy va qulay infratuzilmalar orqali malaka oshirish imkonini taqdim etadi. Qo'qon universiteti Andijon filiali talabalarga turli ijtimoiy, iqtisodiy, pedagogika va filologiya yo'nalishlarida ta'lim beradi. Universitetda ta'lim olish uchun talabalarga ko'plab amaliyot imkoniyatlari yaratilib, bu amaliyotlar viloyatlardagi eng nufuzli davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari, banklar, moliya muassasalari, prokuratura organlari va boshqa davlat boshqaruv organlarida tashkil etiladi. Universitetimizning Andijon tumanidagi ikkinchi zamonaviy o'quv binosida o'quv amaliyot bazasi, auditoriyalar, faollar zali, kutubxona, laboratoriyalar va boshqa imkoniyatlar bilan jihozlangan. Ushbu bino 1300 o'rin sig'imiga ega bo'lib, talabalarga farmatsiya sohasida amaliy bilimlar berish uchun zamonaviy fizik, kimyoviy, mikrobiologik, farmakotoksikologik laboratoriyalar mavjud. Ushbu laboratoriyalar O'zbekistonda tibbiy buyumlar va dori vositalarining sifatini nazorat qilishda yetakchi bo'lib, talabalarga dori vositalarini sifat nazorati va tahlil qilish bo'yicha chuqur amaliy bilimlar olish imkoniyatini taqdim etadi. Shu bilan birga talabalarimiz amaliyot o'tishlari uchun va kerak bo'lsa ish bilan ta'minlanishlari uchun zamonaviy va jahon standartlariga javob bera oladigan korxonalar mavjud. Talabalar universitetimizga tegishli bo'lgan shprits ishlab chiqarish zavodida, shuningdek, dori-darmon va tibbiy buyumlar ishlab chiqaruvchi zamonaviy korxonalarda amaliyot o'tashadi. Bundan tashqari, universitetimizga tegishli biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqarish zavodi talabalar uchun katta amaliyot maydoni hisoblanadi. Bu yerda jami hisobda 50 xildan ortiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bundan 13 xili sirop, 7 xil tabletka va kapsula, 8 xil fitochoylar va 20 turdan ziyod galenika preparatlari, ya'ni nastroykalar va spirt aralashmalari ishlab chiqariladi.
Ushbu maskanlar talabalarga dori vositalarini yaratish va sifat nazorati jarayonlarining barcha bosqichlari, xom ashyoni tayyorlashdan tortib, tayyor mahsulotni qadoqlashgacha bo'lgan jarayonlar batafsil o'rgatiladi. Shu tariqa talabalar o'rganayotgan nazariy bilimlarini to'laqonli amaliyot bilan mustahkamlash imkoniga ega bo'ladilar. Universitetning Andijon shahrida joylashgan 3-binosida 1000 o'rin sig'imiga ega zamonaviy o'quv auditoriyalari mavjud. Ushbu o'quv amaliyot bazada universitetimizga qarashli klinikalar joylashgan bo'lib, talabalar uchun amaliy mashg'ulotlar va malakaviy amaliyotlar tashkil etiladi. Jumladan Family Med klinikasida talabalarga keng qamrovli tibbiy xizmatlar, jumladan umumiy terapevtik muolajalar, diagnostika, jarrohlik amaliyotlari va laboratoriya tahlillari o'rgatiladi. Talabalar yuqori malakali mutaxassislar rahbarligida davolash usullarini, ultratovush tekshiruvi, rengenologiya, fizioterapiya va boshqa zamonaviy tibbiy texnologiyalarni amaliyotda o'zlashtiradilar. Zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan bu markaz talabalarning professional ko'nikmalarini rivojlantirish va kelajakda malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Shuningdek, Aripov stomatologiya klinikasida talabalar stomatologiya sohasida amaliyot o'taydilar. Ushbu klinika talabalarga zamonaviy stomatologik usullar, davolash texnologiyalari va bemorlar bilan ishlash bo'yicha amaliy tajriba taqdim etadi. Universitetning Andijon shahrida joylashgan Baby City Hospital bolalar shifoxonasida talabalar uchun 600 o'rin sig'imiga ega zamonaviy o'quv auditoriyalari mavjud. Ushbu bolalar shifoxonasida pediatriya yo'nalish talabalarining amaliy mashg'ulot darslari va malakaviy amaliyotlari tashkil etiladi. Klinika bolalar kasallarini aniqlash, davolash va profilaktika qilish bo'yicha ilg'or yondashuvlar va texnologiyalarni taqdim etadi. Universitetimizning 5-binosi Andijon tumanidagi universitetimizga qarashli MedCities xatgohida joylashgan bo'lib, talabalar uchun 1000 o'rin sig'imiga ega zamonaviy o'quv auditoriyalari mavjud. Bu yerda talabalar uchun fizioterapiya, reabilitatsiya va sog'lomlashtirish yo'nalishlarida amaliyotlar tashkil etiladi. Talabalar sog'lomlashtirish jarayonlarini o'rganish, bemorlarni tiklash va ularga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Shuningdek, universitet talabalari turar joyi yorug' va shinam xonalar, qulay va zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Talabalar darsdan keyingi vaqtlarini maroqli o'tkazishlari uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Bu esa ularning o'quv jarayonlariga bo'lgan qiziqishini va ishtiyoqini oshiradi. Andijon viloyati bo'ylab universitetimizga qarashli va hamkorlikda faoliyat yuritayotgan 50 dan ortiq ulgurji va chakana savdo dorixona tarmoqlari talabalarning amaliy va kasbiy rivoji uchun keng imkoniyatlar taqdim etmoqda. Ish bilan ta'minlanishni xohlagan talabalar uchun yuqorida ko'rsatilgan barcha korporatsiya va tashkilotlarda mehnat qilish imkoniyatlari yaratilgan. Ushbu joylarda talabalar o'z sohalariga oid amaliy ko'nikmalarni oshirish, professional tajriba orttirish va barqaror daromadga ega bo'lishlari uchun zarur sharoitlar mavjud. Universitetimizga tegishli 4 ta avtobuslar talabalarga kun davomida bepul xizmat ko'rsatadi. Ushbu avtobuslar barcha o'quv va amaliyot binolari hamda talabalar turar joyiga qatnab, qulay va xavfsiz tashishni ta'minlaydi. Bu tashabbus talabalarning o'qish jarayonini yengillashtirish va ularga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Innovatsion imkoniyatlar va xalqaro hamkorlik. Universitet talabalariga o'z bilim va malakalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. Har bir semestr yakunida eng iqtidorli talabalar uchun grantlar beriladi. Bu esa ularning ilmiy faoliyatini rag'batlantiradi. Shuningdek, talabalarning xalqaro olimpiadalarda qo'lga kiritgan birinchiliklari universitetimizning yuqori sifatli ta'lim berish tizimini yana bir bor tasdiqlaydi. Ta'lim dasturlari va malaka talablari ACTS modul tizimi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ular nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalarining malaka talablari va fan dasturlari bilan mos keladi. Tibbiyot yo'nalishimiz butun jahon tibbiyot ta'lim muassasalari katalogidan ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bu universitetning xalqaro ta'limdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. Shuningdek, universitetimiz 111 dan ortiq xalqaro ta'lim muassasalari bilan hamkorlik o'rnatgan va turli xil memorandumlar imzolagan. Bu esa talabalarimizga dunyoning turli burchaklaridan kelgan mutaxassislar bilan ishlash imkoniyatini yaratadi. Hindistondan kelib bizni universitetimizda tahsil olayotgan talabalar soni ham ortib bormoqda. Bu esa Qo'qon universiteti Andijon filiali xalqaro e'tiroflarga ega ekanini yana bir bor isbotlaydi. Bundan tashqari, nufuzli xorijiy universitetlar, jumladan
Koreya, Turkiya, Belgiya, Bolgariya, Germaniya kabi davlatlarning oliy ta'lim muassasalari bilan ikki tomonlama ta'lim va talabalar almashinuv dasturlari yo'lga qo'yilgan. Universitet talabalari uchun xalqaro imkoniyatlar har doim kengayib bormoqda. Universitetning xalqaro hamkorlari bilan birgalikda talabalarga Work and Travel dasturi orqali xorijda ishlash va sayohat qilish imkoniyatlari taqdim etiladi. Bundan tashqari iqtidorli yoshlar uchun 100% gacha stipendiya va grantlar, shuningdek IELTS va TOEFL kabi sertifikatlarni olish uchun bepul kurslar tashkil etiladi. Talabalar uchun darsdan bo'sh vaqtlarini maroqli o'tkazishlari uchun turli sport musobaqalari, ko'rik tanlovlar, musobaqalar va olimpiadalar tashkil etiladi. Shuningdek, reja asosida teatrga tashriflar, konsertlar, shou va karaoke taymlar amalga oshiriladi. Universitetimizda tashkil etilgan bepul kurslar: universitetda normal fiziologiya, embriologiya, gistologiya, tibbiy biologiya, mikrobiologiya, biokimyo va hamshiralik maktabi kabi mutaxassislik kurslari mavjud. Ushbu kurslar talabalarni zamonaviy tibbiy va ilmiy bilimlar bilan ta'minlashga yordam beradi. Bu hali hammasi emas. Bu faqat boshlanishi. Qo'qon universiteti Andijon filiali talaba va xalq fikrlariga mos ravishda izchil rivojlanmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz kelajak avlodga zamonaviy ta'lim berish, ilmiy izlanishlar olib borish va bu yo'ldan hech qachon to'xtamaslikdir. Yoshlarni ilm-fan, yetakchilik va muvaffaqiyat sari yetaklab, ularni zamonaviy dunyo talablariga javob bera oladigan mutaxassislar sifatida shakllantirish bizning ustuvor vazifamizdir. Talabalarimizga nafaqat nazariy bilimlar, balki kuchli amaliy ko'nikmalarni ham berishga intilamiz. Shu yo'l bilan ularni professional hayotda muvaffaqiyatli bo'lishga tayyorlaymiz. Kelajak avlodni rivojlantirish, ularga sifatli ta'lim taqdim etish va yurtimizni ravnaqiga o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz. Qo'qon universiteti Andijon filiali sizni kelajak sari bir qadam oldinga boshlaydi. Izlang, o'rganing va muvaffaqiyatga erishing.